80% nasliy kasalliklarni yoshligidan mana paydo bo'ladi, rivojlanishi boshlanishi yoshligidan yoki tug'ma bo'ladi yoki 2-3 yoshda yoki 5 yoshda 18 yoshgacha где-то 80% kasalliklar rivojlanib boradi. Bir xil kasalliklar bor, katta bo'lganingizda 50 yoshdan ham rivojlanishni boshlaydi. Bu kasallik bo'ladi, lekin boshlanishi kechroq bo'lishi. Lekin 80% bu bolalarning orasida. Shuning uchun qaysi vrachlar ishlaydi? Ko'p естественно, pediatrlar, bolalar nevrologlar, pulmonolog, endokrinologlar, o'shalarga bunaqa bolalar keladi. O'sha vrachlar ham o'sha nasliy kasallik haqida bilishi kerak. Masalan, endokrin nasliy kasalliklar bo'ladi yoki buyrak nasliy kasalliklar bo'ladi, nevrologik nasliy kasalliklar bo'ladi. O'shalar keyin agarda ko'rsa bolada bunaqa zo'rayib boruvchi holat bo'lsa, qanaqadir davolansa, bu oddiy holat ham bo'lishi mumkin, ich ketar bo'lishi mumkin. Masalan, bola homiladorlik payti tekshiradigan holati 99% to'g'ri chiqadi. Masalan, qanaqadir nasliy boshqa kasallik bo'lsa, bolani tekshirsak, klinika bilan solishtirish kerak. Ko'pincha, конечно, to'g'ri keladi. Lekin bu albatta shifokor genetik ko'rib beradi va aytadi. To'g'ri tushyaptimi o'sha? Chunki genetik profil deymiz va fenotipik profil. O'sha to'g'ri bo'lishi kerak. Solishtirganda mana klinikada qanaqa o'zgarishlar bo'lsa, o'sha genotipda, genda o'zgarishlar o'sha to'g'ri bo'lishi kerak. O'shanda biz aytamiz, ha, bu tekshiruv 100% to'g'ri chiqdi.